Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men O'zlidir. Xush kelibsizlar yangi bugungi videoda Dallas 2025 o'yinlab murakkab dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, boshlaymiz videoni. Qani, let's go. Mana hozir meni guruhim tashlaymiz, ko'taramiz. Op qo'y. Voy, olmay qoldik. Yaxshi tashlasharkan. Yopishamiz. Gol o'tkazdirmaslik kerak. Chiqib ketdi obunachilar. Bizga farqi yo'q. Hech nima qilmaydi. Oldim. Sekin kalla. Uzoqlashtiramiz. Varatga tashlaydi bilaman. Bu qanday o'rlayapti shuni tushunmayapman. Yo'q. Bap. Yuguramiz. Voy, bu tashaverarkan-da. Yana tushib qoldi. Bizning o'yinchilarimiz anandaqa yaxshi oladi, tepalab berilsa. Davay. Bunaqa tashlaymiz. Yaxshisi, kelinglar do'stlar. Etib otamiz anaqa. Tang tashlaydi bu. Va tak etib gol. Men buni gol deydi obunachilar. Juda ham chiroyli gol bo'ldi. Martinesdan otib turib chiroyli gol chiqdi. Yo'qsa men bilaman bular taktikasini bog'dan tashlashini. Olib ketaman shunga. Tak. Yo'q. Yo'q. Olamiz. Gol! Yana bitta fantastik gol Mojiskadan. Qanday sukutga ko'ramiz. Yaxshi aldagan Mojiska. Chap oyoqda sukut qoyil. Chap oyoq udar. Uchi bor turib chiroyli gol bo'ldi. Oy. Men bilaman bular taktikasini. Qanotdan qanotga oshirib o'ynaydi bular. Yo'q. Men qaytardim. Gil harom. Yeppaq. Yes, uzr. Bunaqa gaplar gapirmaslik kerak. Uzr kechirasizlar. Izvinite. Birinchi taym tugadi. Hisob 2-0. Mana birinchi taymimiz ham tugab oldi. Hisob 2-0. Endi ikkinchi taym. Endi baqa tashlaydi bilaman. Ular usul qiziqmas menga. Yo'q. Yaxshi, qanday seyf. Zivarat legenda. Qilamiz. Varat chiqishini oldi. Cho'g'al. Voy. Yaxshi. Davay, yana bitta chansimiz bor. Voy, sal qoldi. Yo'q, oldirib qo'yma. Iltimos. Chaldi. Penalti olishim kerak. Chalyapti. Multiple. Qandaydir qilganlar.
Ya to'xtattirmadi obunachilar. Bizning guruhimizda bunday qilsak, buni buyoqqa qo'ysak, buni yig'ishtirsak, ana. Endi to'g'riroq bo'ldi. Bizni Hindiz degan o'yinchimiz bor. U eng legendasi, mana Hindiz. U har doim urgan. Hozir ham uradi, mana Hindiz. Suqqan, eng zo'r suqqan o'yinchi. Hindiz yaxshiroq men uchun, chunki yaxshiroq taktikasi, yaxshiroq gol uradi. U chap oyoqda, lekin fransiyalik o'yinchi. Oy, what? Ana nima dedim? Olib ketaveradi u. Gol. Har doim Hindiz uradi. Urmasa yonga chiqarib yuboradi, yoki shtanga tegib qoladi. Tak. Gol. Emas, qo'lga tegib chiqib ketdi. Mayli, hech nima qilmaydi. Panika emas, yutdik. Full time tugadi. 4-0 yutdik. Obunachilar yaxshi. 8-7 ball qo'yibdi. Yaxshi unda. Undan yana bir marta o'ynab chiqib. Endi Dallas videolari sal ko'proq chiqadi. Chunki men ham Dallasga qiziqib qoldim. Dallas videolari juda ham zo'r. Sizlarga xudo xolasa bitta video qilyapman Dallasda. Dallas sirlari deb nomlangan video. Juda ham qiziq bo'ladi. Dallas sirlari. Dallas sirlarida sizlarga yaxshi taktika tuzishdi. Outside qoldi. Yaxshi taktika tuzishdi, aldashdi, ko'tarishdi, o'rgataman. Yo'q. Qaranglar, Hindiz doim oladi. Gol. Yo'q, Hindiz emas ekan. Drebes ekan, yaxshi. Drebesdan chiroyligina taktikali gol, normal. Drebes ham yaxshi harakat qilyapti. Unga ham olqish qilib qo'ysak, hech nima bo'lmaydi. Hozirda o'zida mana shu guruhda yutishim uchun kanalga like va obuna bosib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lardim. Outside. Albatta kanalimizga obuna va like bosamiz. Mening kanalimda 89% odam ko'rmasdan, ya'ni hozir yana bitta gol o'tkazdiramiz. Aytdim sizlarga, obuna bo'lmagansizlar. Shunga men qo'lyapman, obuna bo'linglar. Men sizlarga ishonaman. Obuna bo'libsizlar shekilli, yaxshi oldim. Obuna bo'libsizlar. Vay, like bosmabsizlar. Obuna bo'libsizlar, lekin like bosmabsizlar. Hozir chiqsam obuna bo'lib qo'yinglar. Fata. Gol! Obuna bo'linglar. Mening kanalimga obuna bo'linglar. Uzr kechirasizlar, shunaqa so'zlar chiqib ketyapti. Yo'q. Boss. Pak. Yo'q. Chiqma. Ay, mayli, birinchi taym tugadi, birinchi taymda o'zini 2-1. Yaxshi 2-1. Obuna va like bosib qo'yinglar, obunachilar.
Hozir reklama chiqdi, uzr. Kanalimizga like va podpisatsiya tugmasini albatta bosinglar. Nima uchun unaqa deyoryapman? Chunki bizning kanalimizni rivojlanishiga yordam qo'shgan bo'larsizlar. Hop, keyingi aytdim sizlarga, keyingi videoda dilisidagi miflarni, miflar deyman, aldash, ko'tarish ashlarni sizlarga o'rgataman. Bu juda ham oson ekan. Men ham o'zim ham birinchi qilib ko'rdim. O'xshar ekan, lekin yaxshi o'xshar ekan. Hozir yugur. Bombini così, gol. Silva, Lindan, chiroyli gol. Bir minutda o'ynachilar. Mana eng kuchli o'yinchimiz Hendes. Buni bu yerga, buni bunday qilib, buni bunga almashtiramiz. Hendes eng kuchli o'yinchimiz. Boya aytib o'tganimdek. Hop. Bizning taktikamiz bir tur taktika. Sizlarga 4-2-4-2 taktikasini tavsiya beraman. U juda ham yaxshiroq taktika. Top qilamiz, qaranglar. Hendes 3 boratda fit etib qo'yganida faqat tepib shuni olib, o'lay shu oldi. Oladi Hendes. Outside. Bayli. Hech narsa qilmaydi. Hop. Hendes yaxshi. Undan Baktan. Ana, Hendes yomon aldaydi. Sizlarga aytdim, 3tasini oldi bu yerda. Mana 3tasi kelyapti-yu. Endi chotda aldab turib, bitta suqdi. Tusiyo. Bo'ldi. Hendeslarga. Hendesga yana top tushdi. Bu degani yana oldi oladi bemalol. Gol, yana bitta gol. Mashhur futbolistdan. Qaylab ketibdi gol. Hozir ko'ramiz. Lekin turib bitta tepib gol uribdi, yaxshi. Yaxshi. Hendesga tasha Hendesga. Bo'pti. Hendes aldaydi. Hendes aldab turib gol urdi. Qanday aldash bu Hendesdan. Shunda Hendesga tashadi, shuni aldab turib bitta deb suqdi. Men buni suqish deydi. Suqish deganda boshqa narsa tushunmanglar, bu oddiy tepib to'g'ri gol urish suqish deydi. To'g'ri joyga uchirdi degani. Free kick. Onu yutdik 6-1ga. Kanalımızga like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz, obunachilar. Sizlar bilan uzun litr boy bo'ldi. Hammalaringga xayr.